Assalomu alaykum do'stlar. Kimda mana shunaqa begovoy doroshkasi yurayotgan paytda g'ashtidan qizib sasiq chiqadi. Mana shuni qanday tuzatishni ko'rsataman sizlarga. Вот nima uchun qizib sasiydi? Startni bosdim. 3 2 1 yurishni boshladi. Motor yurishini qaranglar. Bitta oyog'im qo'yaman. Ko'ryapsanmi, bu nagruska tushdi. Ustidan chiqaman. Yana tezlashdi. Ustiga o'tiraman, qaranglar qanaqa qiynalishni boshlayapti. Bu nimadan bo'ladi? Birinchi holatda kovyorlar qizib ketayotgan bo'lsa, smaska yo'qligidan. Buni smaska qilish kerak. Hozir smaska qanday qilishni ko'rsataman. Uning uchun apparat polностью o'chiramiz, tokdan sug'uramiz. Endigi etapda mana shuni ko'tarib oldik. To'xtab buramasang-chi. Endigi etap mana ikkita bolti bor mana shunda. Bunga shessigrannik kulib tushadi mana. Shessigrannik kulib tushadi, bitta. Mana bitta. Mana shu bilan 4 marta soat strelkasi teskari burimiz. 1 2 3 4. Chiqaramiz endi bunisi. Turibdi. 1 2 3 4. Bo'shatganimizdan keyin buni yotqizamiz. Hozir biz mana kovyorni bo'shatib oldik. Endi buni mana bu yerdan ko'taramiz. Ko'tariladimi yo'q? Mana ko'tarilishni boshladi. Уже taglari fashi qurab ketgan. Mashga hozir yog' suramiz. Begovoy doroshkani o'zini mana shunaqa silikonovoy masla degani bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, rasmini qo'yib qo'ygan. Mana shunaqa yog' ishlatasizlar. Faqat o'zini yog'i bo'lishi kerak. Kersab tursin. Yog'i surishlar mana shunaqasiga bitta, ikkita, 3 ta polasa bo'ladi yoki bunaqasiga zigzag qilasizlar. O'zgina qo'ygan. Ochib tashlab. Hop. Tam bo'sadik. Kulish qanday edi? Zanjir. Kulish qayerga qo'ydik? Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Yotqish tepamiz yotadi. Yog' surib bo'ldik. Jag'ilmi bu? Yana qaytadan ko'tarib. Ko'tarish shart emas, bizning joyimiz tor bo'lgan hisobiga mana shunaqa ko'taryapmiz. Endi soat bo'ylab 7 ta burimiz. 4 3 7 ta. Xo'sh. 1 2 3 4. Bir ko'rinadimi? 1
2 3 4 1 2 3 1 2 3 oldu. Endi yozamiz. Moy bir tekis surilishi uchun eng birinchi kichkina skorsda yuramiz ustida. Ketyapti. Chetidan, o'rtasidan, bu yonidan, чтобы yog' har tarafga surilish, yoyilishi uchun. O'sha ancha motor aylanishi yaxshilashyapti. Mana agar sizlarda ham mana shu remeniylar stop bir tarafga ketayotgan bo'lsa, buni regrovkasi mana shu orqa tarafdan qilinadi. Bizning holatda kovyorimiz, gilamimiz chap tarafga ketyapti. Chap tarafni bo'shatamiz. Bo'shatishdan oldin buni kichkina skorsda ishlatib qo'yamiz. Kichkina skorsda ishlatib mana kichkina skorsda ishlatib qo'yib, shu taraf shu ko'rinishda soat bo'ylab ozgina burab kuzatishni boshlaymiz. Yana ozgina buraymiz. O'zi sekin joyiga qaytishni boshlaydi. Faqat buni ozginadan nastroykasiga qarab qilish kerak. Agar teskari bo'layotgan bo'lsa, ya'ni ko'payib ketayotgan bo'lsa, navorot burishlar. Mana shunaqa qilib nastroyka qilinadi.